Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu 41-paragraf molekulyar fizika va termodinamika. Molekulyar kinetik nazariya asoslari mavzusi. Xo'p, demak, shu yerda masala so'ralgan. Birinchi masala 4. Modda miqdori teng va massalar orasidagi bog'lanish M1, M2, M3 demak munosabat o'rinli bo'lsa, bu moddalar molyar massasini taqqoslang. Xo'p, biz bu yerda molyar massa ifodasini yozamiz. Molyar massani ifodasi biz bilamiz m taqsim mu e, to'g'rimi? Massalar bizda aytyapti modda miqdorlari teng, demak mu'lari teng, lekin ko'rib turganlaringizdek mu'lar bir xil, lekin agar qaysini massasi katta bo'lsa, uning molyar massasi ham katta bo'ladi. Bizning masalan shartida m1, m2, m3 deb berilgan, lekin mu'lari teng. Demak, albatta surat kattasining molyar massasi ham katta bo'ladi. Shuning uchun javoblarimiz mu1 katta, mu2 katta, mu3 bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingi masalamiz 8-masala. Modda miqdori teng bo'lgan qalay va qo'rg'oshindan qilingan jismlarning massalari va hajmlarini topib. Xo'p, bizda 8-chi. Nimalar teng deyapti? Modda miqdor mu1 mu2 ga teng deyapti. Demak, yoza olamiz. Nima deb? mu1 ga m1 taqsim mu1 teng m2 taqsim mu2 deb yoza olsak bo'ladi. Demak, biz mana bu ikkalasini o'rnini almashtirsak, m2 taqsim m1 teng bo'ladi. Nimaga? mu2 taqsim mu1 ga hisob kitob qilamiz, javob chiqadi. Endi hajmlarni to'g'risida gapiryapti. Bu yerga ρ deb ochib olamiz. ρ1 v1 taqsim mu1 teng ρ2 v2 taqsim mu2. Endi hajmlar nisbati degani v1 ni bu tarafga ko'taramiz, buni bu tarafga, mu2 ni bu yerga, r2 esa buni tagiga. Bu yerdan kelib chiqadi v2 taqsim v1 deganimiz teng mana bu ρ1 bu yerda, mu2 yoniga o'tdi, mu2, r2 bu yerga mu1, mana r2 pastga tushdi. To'g'rimi? Nisbat olasida javobimiz chiqadi 8. Xo'p, keyingi masalamiz 10-masala. 1 gramm karbonat angidridda qancha molekula bor? Hop. 10 teng. Ha? Demak, molekular son topish uchun biz dastlab massani molyar massaga bo'lib, modda miqdorini hisob olamiz, keyin Avogadroga ko'paytiramiz, son kelib chiqadi. To'g'rimi 10-chi? Keyingi 17-masala. Demak, karbonat angidrid bizda karbonat angidrid mu qancha olamiz karbonat angidridga? Bo'ldimi? Yaxshi. 44 olamiz, bilasizlar, SO2 deb hisoblab qo'yasizlar. Xo'p, 10-chi ketdi. Keyingi 17-masala. 18 mg suv 6 sekundda bug'lansa, 1 sekundda suv sirdan o'rtacha necha molekula uchib ketadi? Qaranglar, 18 mg suv 6 sekundda bug'lansa, biz mana shu 6 sekundda qancha miqdordagi nima bug'lanayotganini topib olishimiz kerak. 18 bu milligram bu qancha molekulalarniligini topib olishimiz kerak. Uning uchun m taqsim mu n Avogadro deb topamiz. Mana shuncha hozir chiqadi-ku bu son. Mana shuncha nima qanchaga yetibdi? 6 sekundga yetibdi, to'g'rimi? Tushunarlimi? Bizdan so'rayapti nimani? 1 sekunddagina so'rayapti. Mana bu yerda 1 sekunddagina esa x deb olamiz. Tushunmadinglarmi? Mana hozir 18 mg qancha molekula bo'ladi? Shuni topamiz. M taqsim masalan nechidir, qanchadir son chiqadi. Ana shu 6 sekundda bug'ladi. 1 sekund esa x, tushunarlimi? Mana shu x ni topsak nima bo'ladi shu yerda x topsak? X topadigan bo'lsak, mana demak buni bunga ko'paytirib, buni bunga ko'paytiramiz. Ya'ni bu yerda hammasini 6 ga bo'lamizmi? Nimani 6 ga bo'lamiz? Qani? Bu yerda hisob kitob qilamiz, to'g'rimi? M taqsim mu n Avogadro ko'paygan 1 taqsim 6. Demak, o'rniga qo'yasizlarmi? Xo'p, demak, 17-chi. Keyingisi 20-masala. 20-masala. Olib turibmi? Zaryad kamroqadi. 20-chi. Massalari teng va modda miqdorlari nu1 katta nu2 dan, lekin nu2 bilan nu3 o'rinli bo'lsa, bu moddalar molekular sonini toping. Massalar teng, modda miqdorlari orasidagi bog'lanish qanday? Demak, yozyapti. nu1 nu2 ga teng. nu1 katta nu2 dan, lekin nu3 ikkilasi teng. Bizdan so'rayapti molekular soni. Biz qarang, molekular son topishi biz mana shu nu ni nimaga ko'paytirishimiz kerak? Avogadro soniga ko'paytirish kerak. Hech qanday massaga bog'liq emas. Endi ko'rib turganlaringizdek nu2 bilan nu3 teng bo'lsa, albatta n2 bilan n3 ham qanday bo'ladi? Teng bo'ladi. Tushunarlimi? nu1 kattaroq modda miqdori. Albatta uning nimasi ham kattaroq bo'ladi? Molekular soni ham kattaroq bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi 20-dan so'ng 24-masala. Molekular kenglik nazariya asosiy qoidasiga qaysi javobda nisbatan to'g'ri bo'ladi?
har qanday jism molekulalardan tuzilgan, ular betartib bo'ladi, ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjud. Modda mayda zarralardan tashkil topgan, ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjud. Modda mayda molekulalardan tuziladi, ular fazoni uzluksiz to'ldiradi. Modda elementar zarralardan tuzilgan, ularni bir-biriga tinimsiz aylanib turadi. Demak, bu yerda eng yaqin javob bu yerda A javob bo'ladi. Ya'ni hamma moddalar molekulalardan tuzilgan va ular tartibsiz va to'xtovsiz harakat qiladi degan javobimiz. Tushunarlimi? Bular kamchiligi bor boshqa javoblar. Keyingi masalamiz 25-chi. Massasi 5,4 kg bo'lgan alyuminiyda quymada qancha miqdor bor deyapti. Miqdorini so'rayapti. Ha. Ha, oddiy. Demak, buni nima qilib topamiz? Massani maylar massaga bo'lamiz. To'g'rimi? Xo'p, 31-chi. Hamma narsa bor bizda. 31-chi masala 49 gram sulfat kislotada necha molekula bor? Atom massasi xo'p. Demak, molekulalar sonini topish uchun ishlatamiz. Biz molekulalar sonini topish uchun jismni massasini molar massasiga bo'lib, Avogadroga ko'paytirishimiz kerak soniga. Demak, bizlardan nimani so'rayapti? Sulfat kislota H2 SO4. Uni topib olishimizga H1, mana 2 ko'paygan 1 bo'ladi. Plus S qancha? S qancha edi bizlarda? S der 32 bor ekan. Ha, 32 plus A 16, 4 ko'paygan 16 mana. Qancha olishunda u? 98 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol bo'ladi. Ana shu yerga qo'yib, molekular son topib oldim. Tushundingmi? 31-dan so'ng 33-masala. Qiziqligi shunday bo'lgan karbonat angidrid gazi 1 metr kub hajmda qancha molekula to'g'ri keladi? Qaranglar, yana shu molekulalar sonini topmoqchi, uni topish uchun biz massani molar massaga bo'lib, molekula tizimiz kerak, Avogadro soniga. Lekin massa yo'q bizda, zichllik bilan hajm bor. To'g'rimi? Rho taqsim mu ko'paygan Avogadro. Hamma narsa bor masalan. Havo uchun molar massasi bor, havo uchun zichllik bor. Havo uchun 29, mana bu rho esa 1,29 ga teng. Masalada shartida berilgan mana. 33-da. Havo 30-nechanchida bu? 33-da. Demak, yo'q, hozir qaysini ishladik biz? 33-nimi? Karbonat angidrid so'ragan ekan bu yerda. Havo emas, havo deb ketdik. Karbonat angidrid ekan. Xo'p, 33dan so'ng 36-chi. 36-chi masala. Hajmlari teng bo'lgan suv va muzdagi molekulalar sonini tadqiqlashni qaranglar. Demak, hajmlar teng. Qaranglar. Yo'q, albatta suvda kattaroq bo'ladi. N suv taqsim N muz ketdik. N suv o'rniga qaranglar. M suv taqsim mu suv ko'paygan N Avogadro. Muz o'rniga M muz taqsim mu muz ko'paygan Avogadro. Demak, Avogadro sonlar qisqaradi. Suv va muzning ikkalasining ham molar massasi teng, bir xil narsa, shuning uchun qisqaradi. Endi massa o'rniga M suv o'rniga rho suv ko'paygan V suv deb yozaman. Muz o'rniga rho muz ko'paygan V muz deyman. Endi hajmlari ham nima deyapti? Teng deyaptimi? Shuning uchun ular ham qisqaradi va rho suvga 1000, muz kelsa 900. Ko'p bo'lsak, qancha chiqadi bu? 1,1 chiqadi. Nechinchi edi bu? 36-masala. Hop, keyingi masalamiz 37-masala. Yarmi dissotsiyalangan 1 gram moddada qancha zarra bor deyapti. Dissotsiyalangan deyilgan molekula atomlar parchalanishi. Xo'p, yarmi dissotsiyalangan 1 gram kislorodda. Qaranglar, bu degani nima? Dissotsiyatsiya degani nima degani? Biz bilamiz, kislorod bu ikkita kislorod atomi, mana O va O2 birikib molekula hosil qiladi va buni yozamiz O2 deb yozamiz. Tushundingmi? Endi mana shu ikkiga bo'linsa, mana ikkiga bo'lindi ikkitasi, to'g'rimi? Endi bu bizda dissotsialandi deb aytiladi. Tushundingmi? Bizga aytayapti, 1 gram общий yarmi dissotsiyalangan degani, qaranglar. Demak, 1 gram idishni oladigan bo'lsak, mana gaz ballon deb olaylik. Ben hisob tushunishlaringiz uchun yarmi O2 buni moddasi, ya'ni M taqsim 2 qismi O2 bo'ladi, molar massasi. Yarmi esa O ning o'zi bo'ladi. Tushunmadinglarmi? Tushundingmi? Ya'ni massaning yarmi birikkan holda yuradi mana bundoq. Yarmi esa nima bo'lib yuradi? Отдельно yuradi. Ya'ni bu yarmi uchun molar massani 32 gram taqsim mol deb olamiz. Bu taraf uchun molar massani 16 gram taqsim mol deb olamiz. Tushunmadinglarmi nimagaligini? Tushundingmi? Molekulasida bitta kislorod qoladi-da. Kislorodning o'zi atom massasi 16.
molekula bo'lgancha 2 bo'lib 32 hisoblaymiz kislorod uchun. Bu yerda endi ajralgan holat 16 ni o'zini qo'yamiz. Tushundingmi? Bizlar nimani so'rayapti shu yerda? Yarmi dissotsiyalangan degani nechinchi edi? 37. Demak, atomlar sonini so'rayapti. Qayda? Demak, bu yerda atomlar sonini topish uchun, buni atomlar sonini topish uchun nima qilamiz? M taqsim 2 ni bo'lamiz mu ga, ya'ni kislorodga, ko'paytiramiz Avogadro. Bu mana bu qismining sonini n1 deb yozaman. Qo'shamiz mana bu qismining molekular soni. Uni ham massasi mu, m taqsim 2, lekin u yerda mu, bizda bu yerdagi mu mana bu kislorod emas, bu oddiy bitta bir atomli kislorod atomi. Bu yerda kislorodning dissotsiyalangan xilasi. Tushundingmi? Tepaga nima deymiz? Endi Avogadro. Tushundingmi? Endi biz hozir yozib olamiz. Mana bu mu o, ya'ni bitta atomdan tashkil topgan dissotsiyalanganda mana bu kislorodning yarmiga teng deb olsak bo'ladi. Endi bu yerda nima qilamiz? Qani m taqsim 2 va yana uni hozir tashqariga chiqarsak va mana bu o'rniga mu kislorod taqsim mu kislorod plus mu o. O'rniga qo'ysanglar javob chiqadi. Tushundingmi? 37-chi. Tushundingmi? Bu kislorodning nima qo'yasizlar? 32, 12, 16. Massa bor 1 gram olgandan bo'lib. Xo'p, keyingi masalamiz 38-chi masala. 38. 1 gram to'la dissotsiyalangan azot molekulalarining soni qancha bo'ladi? Ko'rdinglarmi? Keldingmi? Yaxshi. Dissotsiyalangan degani biz bilamiz mana atomlar sonini topish m taqsim mu n Avogadro, to'g'rimi? Agar dissotsiyalanmagan paytida azot bizda ikkita azot atomi n ikkilasi qo'shilib molekula hosil qiladi. Molar massani o'rniga azot atom massasini 2 ga ko'paytirar edik. Endi bizda bu dissotsiyalangan. Tushundingmi? Shu paytda biz mu ni endi 28 deb olmaymiz, 14 deb olamiz. Tushunmadinglarmi? Demak, azot molar massasi o'rniga molekulasida ikkita atom bo'lgani uchun 28 olamiz. O'zi atom massasi 14. Lekin biz uni molar massasini 28 deb olamiz. Sababi u ikki atomli u. Ya'ni molekulasi ikkita atom birikib molekula hosil qilgan. Tushundingmi? Endi dissotsiyalangan deyilgani bu bitta molekulasida bitta atom bor. Demak, biz ham molar massasi o'rniga endi yana 28 qo'yamizmi? Yo'q, necha qo'yamiz? 14. Tushundingmi axir? Tushunyapsizlar. Xo'p, endi bu yerda mana bu mu o'rniga endi biz atomlar bo'lingani uchun bittasi bor. Shuning uchun biz bu mu o'rniga necha qo'yamiz? 14 gram taqsim molni qo'yamiz va masalani ishlaymiz. Tushundingmi? 38-chi. To'liq dissotsiyalangan bo'lgani uchun massa shu massa bo'ladi. 38 ketdi, keyingisi 41-chi. 41-chi masala. Xo'p, uranning nisbiy atom massasi shunday. Teng. Bitta uran atomining massasi so'rayapti. Xo'p, nimaga bunday qilyapsizlar? Bitta molekulaning yoki atomning massasi nima qilib topamiz? Mu taqsim n Avogadro, to'g'rimi? Mana. Bu hamma narsa bor-ku. Mu 238 m bo'lgancha 238 -3 ni qo'yamiz. Yana 6,2 Tushundingmi? Xo'p, 41. Keyingi masalamiz 42-chi. 42-chi masala. Xo'p, Avogadro sonini bilgan holda vodorod atomining massasini toping deyapti. Vodorod atomining massasi yana shu. Mu taqsim n. Tushundingmi? Vodorod uchun necha qo'yamiz? 1 qo'yamiz. 1 -, yo'q, vodorod uchun 2 qo'yamiz. 2. Tushundingmi? 2 -3 bo'lamiz Avogadro soniga. Avogadro soni qancha? Ha, demak, ikkinchi masala ham yechishi ham shunaqa, shundan chiqadi. Xo'p, keyingi 52-chi masala. 52-chi suv molekulasining chizikli o'lchamini aniqlang deyapti. Qaranglar, suv molekulasining chizikli o'lchami qanaqa edi? D-ni so'rayapti. Kubil zastida, mu taqsim rho na degan ifoda. Mana o'zga tushuntirgan bo'laman, to'g'rimi? Tushundingmi? Suv o'rniga mu o'rniga 18 gram taqsim bo'lib qo'yasizlar, suv o'rniga mana 1000 qo'yasizlar, yana 6 hisob kitob qilasizlar chiqadi. Tushundingmi? Xo'p, 52-chi ketdi. 53-chi masala. Massasi 59 gram bo'lgan kartoshkaning hajmi shunday. Kartoshkaning zichlligini aniqlang. Va uni yozing, ifodalang. Hop. Buna masala. Rho demak zichllik topish uchun biz albatta massani hajmiga bo'lishimiz kerak. Xo'p.
54-chi masala. Juda zo'r masalani so'rabsizlar. Qotishma 2,92 kilogramm. Qalay 1,46 kilogramm qo'rg'oshindan tashkil topgan. Agar qotishmaning tarkibiy qismlari hajmlari yig'indisi teng hisoblansa, qotishmaning zichligini so'rayapti. Bu yerdan aralashma zichligi. To'pqaranglar aralashmaning zichlligini so'rayapti. Aralashma zichligi topish uchun biz butun massani butun hajmga nima qilishimiz kerak? Bo'lishimiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Endi qaranglar, bu yerda butun massa bor, lekin butun hajm yo'q. Biz отдельный hajmlarni topishimiz kerak. Buning uchun biz hajmni topishimiz bilamiz. Mas indamay bizdan hajm topsak m taqsim rho bo'ladimi? M1 taqsim rho 1 v2 o'rniga m2 taqsim rho 2 deb yozamiz. Tushunarlimi? Hamma narsa bor mana. Massalar bor, zichlari ham bor. Hisob kitob qilamiz. Mana shu vaqt chiqadi, javob chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Ha? Xo'p, keyingi 54 dan so'ng 55. So'ramazni tushunarmisiz? 55-chi. Xo'p, sirti yuzi shunday bo'lgan qurilma sirtiga shunday qanotdagi oltin qatlam bor. Qatlamda necha oltin atom borligini hisoblang. Qaranglar, yuzasi bor, qalinligi va hajm topsak bo'ladimi? Hajm bo'lsa zichligi ko'paysak massa chiqadimi? Massa bor degani o'sha nima bor? Mana. Qaranglar, mikrolar sonini topishimiz uchun biz m taqsim mu ko'paygan nima bo'ladi, to'g'rimi? M o'rniga nima qo'yamiz? Rho v o'rniga nima qo'yamiz? S h. To'g'rimi? Yana bo'ladi taqsim mu. Hamma narsa bor. Xo'p, 55. 56. 56-chi. Ishda gaz massasining 84%ni azot, 16%ni kislorod tashkil etsa, bitta kislorod molekulasi necha azot molekulasiga to'g'ri keladi? Qarang, demak, gaz massasining 84% azot, 16% kislorod bo'lsa, bitta kislorod molekulasi necha azot bor? Xo'p, qaranglar, demak, bizga kislorod molekulasi sonini topish uchun kislorod butun massaning qancha qismini tashkil qilyapti? Masalan, shartda berilyapti. Qancha qismi? 84% bizga aytayapti, 84% azot. Demak, azotni topmoqchimiz. 0,84 m taqsim mu azot ko'paygan yana qadri deb topamiz, to'g'rimi? Kislorodni topmoqchi bo'lsak nima qilamiz? 0,16 m taqsim mu kislorod ko'paygan nima deymiz? N qadri. To'g'rimi? Mana shu yerda nisbat olib olamiz, nisbat. Nisbat olsak nima bo'ladi? Demak, n avogadro, n azot taqsim n kislorod. Demak, mana katta va n avogadro qisqaradi. 0,84 taqsim mu azot. Mana bu yerda 0,16 taqsim mu kislorod. Hisob kitob qilamiz shuni. Demak, keyin mana shu nisbat qancha bo'lsa, shu nisbatda javob shunday bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p. 58-chi 576 betlama Usmonov qo'llanmasi birining bo'yi 26 sm, eni 19 bo'lsa, sirt zichligi shunday bo'lsa, bu kitobning massasini toping. Xo'p. Endi qaranglar. Demak, bizada 576 bet bor ekan, to'g'rimi? 566 ekan buni bet. Xo'p, 576 bet bo'lsa, bu 2 ga bo'lsak qancha bo'ladi? Qaranglar, endi bizada 45 gram taqsim metr kvadrat bu nimasi? Endi qarang, 20 qaranglar, bu yerda 26 ga 19 bitta listning nimasi bu? Yuzasi, to'g'rimi? Endi 57-chi bizada. Xo'p, 57-chi shu yerga tushuntiramiz. Qaranglar, sigma berilgan, bu m taqsim s degan narsa, ya'ni 1/1 to'g'ri keluvchi massa. Tushunarlimi? Endi biz shu yerdan massani topish tushunadimiz? Sigmani s ga nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. Endi qaranglar, 576 bet bo'lsa, har bir varaq qancha bo'ladi? Bo'lamizmi 2 ga? Necha? 288. Endi har bir qaranglar, demak teng hisoblaymiz. Sigma 288 ta bet bu. Endi bu betning bittasining yuz nimaga teng? A bu deb topiladimi? Mana bu bittasiniki A bu deb topsak, butun hamma kitobning nimasi shuni 288 ga ko'paytirishimiz kerak. Va shu butun yuzga chiqdi. Va shuni sigma ko'paysak, butun massa kelib chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarlimi? Xo'p, demak boshqa. Xo'p, 59-chi 100 gram tilla va 100 cm kub bo'lgan misdan iborat. Bu ham shu, aralashma zichligi so'rayapti. Demak, m1 + m2 taqsim v1 + v2 deb yozasizlar. Birinchida, qaranglar, birinchida m1 bor, lekin v1 yo'q.
Bunday bo'ladi-da bu. Hop. Demak, shu yerga yozsam ham bo'ladi. Juda oson masala. Mana. M1 plus M2 o'rniga ρ2 V2 deymiz. V1 o'rniga esa M1 taqsim ρ1 plus V2 deymiz. Mana. Tushundingmi? Birinchining massasi bor, ikkinchining massasi yo'q, lekin hajm bilan zichligi bor. Biza V1 plus V2 deyishimiz kerak. Birinchining hajmi yo'q, massa bilan zichligi bor. Hajm topamiz, ikkinchi bor. Basta javob 59. Tushundingmi? Hop, demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Qaysi sog' salomat bo'ling. Masalalar oson.